oppoq ham, qop-qora ham emasmiz. Qayg'usi O'zbekiston, da'vosi Turkiston bo'lgan azizlarim, qaraysizlar? Jonlimsizlar? Hech birimiz paxtaday oppoq emasmiz. Hech birimiz ko'mirday qop-qora ham emasmiz. Har birimizning xato va kamchiliklarimiz, gunoh va pushaymonliklarimiz o'zimizga yetarli darajada. Biroq xato bilan xiyonatning, gunoh bilan jinoyatning farqi yer bilan osmoncha. Sog'liqni saqlash vazirligidagi kadrlar almashuvini endi tibbiyot sohasi tubdan o'zgarib, tibbiy yordam va muolajada sifat ko'rsatishlari yaxshilanadi deb umid qilishga hali erta. Nafaqat tibbiyot sohasida, balki oliy va o'rta ta'lim sohasi bo'ladimi, iqtisodiyotmi, moliya va bank yo'nalishlaridami, qishloq xo'jaligi, og'ir va yengil sanoat, barcha sohalarni jamlab, vaziridan tortib qorovulgacha ishdan bo'shatib, o'rniga avliyo sifat kadrlarni olib kelsangiz ham arzirli natijaga erisha olmaysiz. Nega? Chunki bizdagi boshqaruv tizimi jilovni tortib, otiga qamchi bosayotgan chavandozga o'xshaydi. Yakka hokimlik asosida boshqariladigan tuzumlar 50-60 yillar ilgari iqtisodga, jamiyatga biror samara keltirar edi. Hozirgi texnologiya rivojlangan internet tarmoqlarida xabarlar oqimi haddan ortiq tezlashgan, voqea va hodisalar shu lahzaning o'zidayoq joyida tasvirga olinib, dunyoning istalgan nuqtasiga uzatilayotgan ekan, hech bir narsa parda orqasida qolib ketmasligiga guvoh bo'lyapmiz. Yakka hokimlik boshqaruv tizimi eskirgan. Bu tizim zamonning shiddatiga, raqobatiga, odamlar zehniyatidagi o'zgarishlar silsilasiga dosh berolmayapti. Bitta oddiy misol. Avtomobil poygasi bo'yicha
17 marta jahon chempioni Schumacherni Moskvich mashinasiga, Lacetti'ga esa mahallamizning birorta oddiy haydovchisini o'tkazib, Gurlan markazidan poytaxtimiz Toshkentgacha kim tez etib borarga poyga o'tkazsangiz, Schumacher Samarqandga yetganida bizning mahalladan chiqqan oddiy shoferimiz allaqachon Toshkentning biror choyxonasida yonboshlab choy ichib o'tirgan bo'ladi. Ayb Schumacherdami? Yo'q. Ayb sabab Moskvichda. Chunki Moskvich Lacetti'ning 150-160 kilometr tezligiga dosh bera olmaydi. Sochilib ketadi. Shu boisdan shoferlarni, ya'ni kadrlarni qo'lqopday almashtiravermasdan mashinani, ya'ni tizimni o'zgartirmak kerak. Xullas, uzun gapning qisqasi, mamlakat prezident boshqaruvidan parlament boshqaruviga o'tishi kerak. Viloyat, tuman, shahar hokimlari ham hokimiyat boshqaruviga hududlar kesimida saylangan, g'olib bo'lgan holda hokimiyat boshqaruviga kelmoqi kerak. O'shanda xalqimiz hukumatdan ham, hokimiyatdan ham qachon, qayerda va qanday hisob so'rashini juda yaxshi bilishadi. Qissadan hissa shuki, Sog'liqni saqlash vazirligidagi kadrlar almashinuvini bularning xalqimizning sog'lig'ini o'ylab, kechalari uyqusi qochib, vijdoni qiynalganligidan deb emas, balki yakka hokimlik boshqaruvining o'z umrini biroz muddatga uzaytirishi borasidagi urinishlari, chirpinishlari, talvasalari deb qaralmog'i kerak. To'rtlik, o'zgarar tuzumlar, o'zgarar zamon, o'zgarib borg'usi ishordil zamon. Iymon, e'tiqodlar o'zgarar, lekin o'zgarmay qolg'usi turqi jig'ildon. Ko'rishguncha xayr.